Assalomu alaykum. Bu video murojaatim Respublika Ichki ishlar vazirligiga, Ichki ishlar boshqarmasi boshlig'iga. Mana 34 kundirki, men holiyam she'rdaman. Mana ko'r, mashina ichida, Sangardakda. Voqea bo'lgan joydaman. Nima uchun? O'zbekiston territoriyasida, O'zbekiston Respublikasida yashab turib, 2 yoshar farzandim izsiz yo'qolib ketishi kerak. Na suvda, na quruqlikda. Bilmadim nima qilish kerak. 34 kun bo'ldi, hech qanday belgisi yo'q. Hech qanday sababsiz yo'q, bala yo'q. Mana shu yerdaman. Kim menga yordam beradi? Kim meni eshitadi? Iltimos, menga amaliy yordam beringizlar. 34 kundan beri xuddi menga 34 kun 340 yilday o'tyapti, to'g'risi. 34 asrday o'tyapti. Kunma-kun, kun sanab, har kuni kun sanab o'tkazyapman. Iltimos sizdan, Prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev, Ichki ishlar vazirligi, iltimos sizlardan, Ichki ishlar boshqarmasi, menga amaliy yordam beringizlar. Mana 34 kundan beri bu holi bolamni, 2 yoshar bolamni na tirigi, na o'ligini bilaman. Lekin ichimdan his qilyapman, yurakdan his qilyapman, bolam tirik. Iltimos sizlardan, kim bolamni ko'rgan bo'lsa, topgan bo'lsa, iltimos sizlardan aloqaga chiqingizlar. Qaytarib beringizlar bolamni. O'zi bitta o'g'lim bor, bittagina qizim bor. Iltimos sizlardan.